Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana xudo xolasa, nihoyat kafelimizni ham qo'lini tugatdik. Mana polimiz 60 ga 60. Devorimizniki 15 ga 15 kafel. Bo'yi 1.20 bo'ldi bu tomonlar. Mana rakvina turadi, restoranli mashina. Chap tomonda kirganda bu yerda kulchatirlar turadi. Vannamiz, vannaning tepasini, vanna tomonda 2 qo'llik bo'yini. Vannalarim o'rnatib qo'ydik, orqalari ham kafel bo'lib zatirga bo'lgan. Menga tumba qilib bo'lib qo'ydik. Tozortishni burchaklarini ham 45 kesib, bu yerda unitaz turadi. Mana parovoy turadi, battery. Bu tomoni ham bemalol mana tayyor skameyka bo'lib qoldi. Shu mana atrofi zatirkasi qoldi. Germetik o'tib chiqamiz. 21 kvadrat bo'libdi. Pol bilan stenaniki. Ashti 20 kun vaqtim ketdi. Xudoga shukr. Kimdir aytadi 10 kunda tugatadi, kimdir bir haftada tugatadi. Nima o'zim ishlayapman, o'shning hisobiga. Oldi kafel 60 ga 60. 60 ga 60 dan 3 ta qo'ysangiz 1 kvadrat bo'ladi. Bu kichkina kafeldan 15 ga 15 dan 45 ta qo'ysa 1 kvadrat bo'lar ekan. 15 barobar ko'p ketadi. O'shning hisobiga mayda ish bo'lganiga ko'proq vaqt ketib qoldi. Lekin xudoga shukr, nolim emas. Kichkina kafellarda kvadratini 5000 dan bosdik. Zatirkasiga отдельно to'lanadi. Katta kafellar 3000 dan zatirkasi bilan. Bu yerda teshiklar bor, 14 ta teshilgan. Uni pul, keyin 45 gradusda kesilgan. Bularga отдельно pul to'laydi. Shuni hisobiga xudoga shukr, nolim emas. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz aloqadamiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga omad.